Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan amallarni bajarish tartibini ko'rib chiqamiz. Bu biroz tushunarsiz tuyulishi mumkin, lekin ancha yaxshi mavzu va tushunish uchun qiyin bo'lmagan mavzulardan biri hisoblanadi deb bilaman. Hop, amallarni bajarish tartibi. Matematikada ba'zi bir qoidalar bor. Amallarni o'sha bajarishni tartiblab olishimiz shart. Hozir shu narsani o'rganib olamiz. Hop, bizda amallarni ishlashning, ya'ni tartiblash degani birinchi qaysi birini ishlash, keyin qaysi birini ishlash, shu narsani tushunishimiz kerak. Hop, biz birinchi o'rinda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bizda qavs tushunchasi bor, ya'ni qavs, o'sha qavs ochiladi, nimadir yoziladi, shu nimadir. Qavs degan narsa shunday yoziladi. Hop, qavslar tartib bo'yicha deb yozilibdi. Hop, qavslar tartib bo'yicha nima degani? Hop, birinchi o'rinda biz qavsni ishlashimiz shart. Agarda o'sha qavs, masalan, qavs kelgan, qo'shilgan nimadirlar, keyin yana bitta qavs kelib nimadir degan bo'lsa, birinchi ish buni ishlaymiz, ikkinchi ish buni ishlaymiz. Ya'ni birinchi o'rinda qavsni ishlab olamiz. O'sha ishlarga qarab, birinchi tartibda kelganlariga tartib bo'yicha ishlab ketaveramiz. Va qavs qanday qo'yilishi mumkin? Qavs qo'yib, nimadir yozilib, qo'shuv, yana bitta qavs, qo'shilgan, yana nimadirlar, ayru nimadir, keyin qavs berilgan bo'lsa, ya'ni bu qavsning ichidagi qavs hisoblanyapti. Bunda nima qilamiz? Birinchi o'rinda qavsning ichidagi qavsni birinchi ishlab olishimiz kerak va qavsning ichidagi amallarni ishlab 2, 3 va oxiri bu 4-chi ish bo'ladi. Qavsning eng katta qavsini ishlashimiz. Hozir shu misollarni-da aytib o'taman. Shundan keyin tushunib olishingiz ancha oson bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda biz qavslarni ishlashimiz kerak. Ishlashimiz shart. Ikkinchi o'rinda ko'paytirish yoki bo'lish. Ko'paytirish amali yoki bo'lish amali qaysi biri birinchi kelgan bo'lsa, tartib bo'yicha o'shani birinchi ishlashimiz kerak. Ya'ni bu ko'paytirish va bo'lish qo'shish va ayirishdan birinchi ishlanishi shart. Ko'paytirish bo'lishdan qavslarning ichi birinchi ishlanishi shart. Hop, demak, qavslarning ichida agar bu ikkitasi keladi, albatta qo'shish bilan ko'paytirish bir paytni o'zida kelgan paytda albatta ko'paytirish bo'lish kuchliroq bo'lganligi uchun qavsning ichidagi ko'paytirish bo'lish birinchi ishlanadi. Va qo'shish va ayirish eng oxiri, birinchi o'rinda qavsning ichidagi misolni ishlab oldik. Undan tashqari qavsdan tashqarida ko'paytirish yoki bo'lishga doir misollar bor. Bularni ishlab oldik. Yoki yo'q bo'lsa, sirazi birinchi qoidadan keyin uchinchi qoidaga ham o'tib ketsak bo'laveradi. Agar yo'q bo'lgan paytda, xo'p, uchinchi qoida, o'sha ikkalovini ham bajarib bo'lganimizdan keyin oxiri qo'shish va ayirishni tartib bo'yicha ishlaganimizdan keyin javobimiz kelib chiqadi. Xo'p. Qavs. Qavslarda ba'zi bir joylarda qavslar turli xil beriladi. Masalan, qavs ichidagi qavs boshqacharoq berilishi mumkin. Masalan, qavs nimadirlar? Ichida misol bor. Qo'shilgan yana bitta qavsmi? Ayru qilaylik. Nimadirlar? Keyin katta bitta qavs berib qo'ygan. Ya'ni bu narsa bu va qavs ichida nimadirlar? Bo'luv nimadir? Ya'ni ikkita qavs. Bunda adashib qolmaslik uchun ba'zi bir joylarda beriladiki, birinchi ishlanadigan qavsni o'sha jarmo'y sifat shaklidagi qavs bilan belgilanadi va bu qavslarni ba'zi joylarda beriladiki, tashqarisidagi qavsni to'rtburchak qavs bilan belgilaydi ba'zi joylar. Ya'ni bu yerlar ham to'rtburchak qavs, ya'ni ikkinchi o'rinda ishlanishi kerak bo'lgan narsa. Eng katta qavsning ichi.
Hop. Ba'zi joylarda shu to'rtburchak qavs bilan beriladi. Eng ichkari. Hop. Eng ichkaridan oldin. Eng ichkaridan oldin. Va uchtalik qavs keladigan bo'lsa, uchtalikni shunga o'xshash belgi bilan ifodalanadi. Va bu bundan ham, ya'ni to'rtburchakdan ham oldin keladi. Masalan, mana eng tashqaridagi qavs shu hisoblansa, masalan bu yerda nimadirlar bo'lingan. Keyin ikkinchi qavsimiz qo'shilgan nimadir va ichida nimadirlar bor va ichidagi qavs xuddi shunday tartibda joylashtirilishi kerak. Hop, shu holatda ko'rinishi ham xato hisoblanmaydi. Lekin bu narsalarni boshqa joyda ham vazifasi bor. Masalan, bu orasi ichida son bo'ladigan bo'lsa, butun sonni aytadi. Bu kasr qisqasi bu narsalarni ham boshqa joyda vazifasi bor. Shuning uchun adashtirib yubormaslik uchun va ko'p joyda bundan ham kelmaydi. Shuning uchun biz bu misollarda o'sha ikkitalikni mana bu yerda to'rtburchak qilmay, bu yerda uchtalik kelgan. Uchtalik. Mana u eng kattasi ekan. Demak, bu bunga buni chizmasdan 3-misolda biz to'g'ri qavs qilganmiz. Nimaga bular ko'pincha uchramaydi? Shu sababli bularni ham o'rganib qo'yganning zarari yo'q. Biz shunday qilib qo'yishimiz kerak. Hop, endi ishlarni qanday belgilaymiz? Ish belgilash deganda nimani tushunamiz? Har doim birinchi belgilangan ish birinchi qilinishi kerak, ikkinchi belgilangan ish ikkinchi qilinishi kerak. Hop, o'zi ish belgilashni o'sha 3ta misolda belgilab o'tayotganda o'zinglar o'sha tushunib olasizlar. Hop. Birinchi misol. Birinchi misolda hech qanaqa qavs yo'q ekan, demak, ko'paytirish va bo'lish birinchi qilinadigan ishlardan biri ko'paytirish va bo'lish tartib bo'yicha. Ko'paytirish birinchi kelgan ekan, demak bu birinchi ish. Hop, bu yerda bo'lish birinchi kelgan ekan, bu ikkinchi ish, bu ko'paytirish uchinchi ish. Hop, bu yerda ko'paytirish endi birinchi kelibdi. Bu 4-ish, bu bo'lish esa 5-ish hisoblanadi. Va demak bizda ko'paytirish va bo'lish amallari qolmaydi va qo'shish yoki qo'shish va ayirishni tartib bo'yicha belgilab ketamiz. Bu 5-ish oxir bo'lgan bo'lsa, 6-ish bu, 7-ish bu, 8-ish bu, 9-ish, 10-ish, 11-ish. Ya'ni birinchi qo'shuv keladimi yo bu yerda bo'lsa birinchi ayiruv, keyin qo'shuv kelgan, farqi yo'q. Tartib bo'yicha belgilab ketamiz. Ya'ni qo'shuv va ayiruv alohida, ko'paytirish bo'lish alohida, qavs bu alohida bir masala hisoblanadi. Hop, endi qavsga duch keldik. Biz hozir birinchi ish, ikkinchi ish, qisqasi mana bu bo'lish ham bo'lish birinchi kelibdi emas, qavs birinchi kelgan. Qavs birinchi kelganligi uchun qavsning ichidagi ifodani birinchi ishlashimiz kerak. Qavsning ichidagi ifoda xuddi mana bu ifodaga o'xshash bo'lib qoladi, buning qisqartmasiga. Xuddi o'sha 8-11 ayrilgan 10 ko'paygan 3. Xuddi shunday bo'lib qoladi. Faqat buni birinchi ishlashimiz kerak degani o'sha qavs berib qo'yilgan. Hop, endi belgilashni boshlaymiz. Hop, birinchi qavsimiz tartib bilan kelgani o'sha qavs. Bu birinchi ish, bu ikkinchi ish. Keyingi qavsga yuzlanamiz tartib bo'yicha. Hop,
bu qavsning ichidagi qavs albatta qavs hisoblanadi. Bu o'sha 811 oddiy narsa ko'rsatdik dedik. Bu ham o'sha 311 ayrilgan 51 bo'lingan 20 ga teng bo'lib qoladi. Bunga o'xshash bo'lib qoladi, lekin qavs ishtirok etyapti. Demak, bu yerda ham birinchi ish, ikkinchi ish bo'lib qoladi-da, alohida joyda. Qavs ishini birinchi qilishimiz kerakligi uchun. Xo'p. Bu yerda ham bu birinchi ish, bu esa ikkinchi ish. Ya'ni bu qavs uchun bu birinchi ish, bu ikkinchi ish hisoblanadi. Aslida esa bu 1, bu 2. Hop, bu 3 bo'lishi kerak. Bu esa 4 bo'lishi kerak. Ya'ni ayirish amali 3, qo'shish bo'lish amali 4-chi ish hisoblanadi. Endi qavslardan qutuldik. Endi bu yoqdagi ishlarni belgilashni boshlaymiz. Bu ko'paytiruv va bo'luv. Ko'paytiruv birinchi kelgan, hurmati bor birinchi kelgan. Shuning uchun 5-chi ish. Hop, endi bu bo'luv 6-chi ish va qo'shuv 7-chi ish hisoblanadi. Hop, endi juda katta bir qavs olingan. Birinchi o'rinda bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Hop, ikkita qavs o'sha ketma-ket kelgan. Bunda birinchi kelgan qavs ishini ishlaymiz. Bu birinchi ish, bu ikkinchi ish. Hop, keyingi qavsga yuzlanamiz, ya'ni mana bu qavsga yuzlanamiz. Hop, buning ichidagi qavslarni birinchi ishlaymiz. Ikkinchi ish bo'lgan bo'lsa, uchinchi ish. Hop, bu qavsning ichidagi bo'luv amali 4-chi ish, ayirib amali 5-chi ish. Endi bu ham o'sha umumiy qavsning ichida bo'lganligi uchun bu plyusni, ya'ni qo'shuv amalini bunga qo'llab olmaymiz. Mana bu qavsning ichidagi hamma amallarni tugatib olib, keyin bu plyusga o'tishimiz kerak bo'ladi. Hop. 5-chi ish, 6-chi ish, 7-chi ish va oxiri 8-chi ish. Bu emas, albatta kerak bo'ladi. Yo'q, 7-chi ish va bu yerda e'tibor bersak, qo'shish va ko'paytirish amallari turibdi. Qo'shish va ko'paytirish amallari turibdi, lekin bu umumiy qavs ichida bo'lganligi uchun qo'shish amali bu qavsdan tashqaridagi holatda bo'lganligi uchun qo'shish amali birinchi ishlanishi shart hisoblanadi. Hop, 7 bo'lsa 8-chi ish qo'shish amali va 9-chi ish ko'paytirish amali bo'ladi. Hop, demak, bu narsalarni o'sha bu yoq tomonni biroz ko'chirib olsangiz, biror misolda shunchaki ko'rib o'tib ketamiz. Shundan so'ng ancha tushuncha paydo bo'ladi. Agar shunday ham tushuncha paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha ustozingizdan yoki biror bir biladigan insondan so'rasangiz, albatta foydali bo'ladi. Va biror bir narsani biror bir mavzuni biroz tushunilmagan holatda har doim biror kishidan so'ralishi kerak. Bir o'qituvchidan boshqadanmi, men tushungan bo'lsa ham so'rab olaverish kerak agar vaqt bo'ladigan bo'lsa. Nimaga? O'sha mavzuni ikki xil metodda, ikki xil uslubda o'rganiladi. Ikki xil insondan ikki xil uslubda, deyarli har doim ikki xil uslubda o'rgatadi ular. Shuning uchun o'rganib olish ancha foydali hisoblanadi. Hop, endi mayli, eng qiyin shu 3-chi misolni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi ishimiz katta sonlar bilan ishlayotganda ustun shakldan foydalanish albatta siz uchun qulay bo'ladi. Hozir men ustun shakldan foydalanmaslik mumkin, lekin sizlarga ustun shakldan foydalanishingiz kerak deb bilaman, agarda yecha olmasangiz. Hop, 218. Chunki men ham yoshligimda faqat ustun shaklni yechib o'sha ustun shakldan qo'llamasdan turib yechadigan darajasiga yetib olganman. Hop, 218 2 ga bo'lsak 109. Ikkinchi ish. Ikkinchi ishimiz mana bo'luvda chiqqan sondan 9 ni ayirishimiz kerak ekan. 109 dan ayiramiz 9 ni barobar 100. Hop, uchinchi ish. Uchinchi ishimizda 513 ga 27 sonni qo'shishimiz kerak ekan. 513 qo'shilgan 27.
barobar 540. Hop, 4-ish. 4-ish alohida qavs qanaqa bularga 3-ishga bog'liqligi joyi yo'q hozircha. 4-ishda 21 bo'lingan 7 barobar 3. Hop, 5-ish 3dan 3ni ayiramiz. Ya'ni 21 ni 7 ga bo'lsak, 3 bo'lganimizdagi sonni 3 ni ayirishimiz bizda 5-ish hisoblanar ekan. 5-ishda o'sha 3 dan 3 ni ayirsak 0 bo'ladi. Hop, 6-ish. 6-ish 6-ishdan 3-ishda chiqqan sonni 9 ga bo'l deyapti. 3-ishda bizda 540 chiqqandi. 540 sonini 9 ga bo'lamiz. Javob 60. Hop, 7-ish. 7-ishda 6-ishda chiqqan javobga 5-ishda chiqqan javobni qo'sh deyapti. Ya'ni biz qavsni o'sha 5-ishni ishlab bo'lgandan keyin biz qavsdan ancha qutulib oldik. Ya'ni qavsni chiqarib oldik. Shu sababdan o'sha 7-ishda odatda eng oxiridagidan foydalaniladi. 5-ishdagini qo'shsak, ya'ni 60 ga qo'shamiz 0 ni. Ya'ni 5 dan 0 chiqdi. 5-ishimizda javob 60 ligicha qoladi. Hop, 8-ishimiz. Bu yerda ham e'tibor bersak, ikkinchi ishimizda o'sha qavs yakunlanib bo'ldi. Birinchi ishni qildik, ikkinchi ishni qilganimizda qavs ishini tugatib bo'ldik. 8-ishimizda o'sha ikkinchi ishimizda chiqqanga 7-ishimizda chiqqan sonni qo'shishimiz kerak ekan. Hop, ikkinchi ishimizda javob 100 chiqqanda, 7-ishda 60. 100 qo'shilgan 60 barobar 160 ga teng. Hop, 9-ishimiz da 100, ya'ni 9-ishimizda endi biz ko'ryapmizki, 8-ishimizda o'sha umuman eng katta qavsimizni, ya'ni haligi chizgandim-ku bundoq qilib. Mana shunaqa o'sha eng oldindagi qavsimizni, ya'ni bu qavsni 5 ta 5 ta qo'yib yuborsak ham bo'laveradi, lekin biz buni fahmlab olishimiz kerak. Eng katta qavs bu edi. Keyin buni ichidagi kichikroq bu bo'ldi, u bo'ldi. Qisqasi shunday qilib bilib olishimiz kerak edi. Ya'ni eng katta qavsimiz bu edi. Undan keyin keyin bu ishni bajarishimiz kerak. Qisqasi gangib qolmaydigan bo'lsak, u 100 ta qavslik misollarni ham bemalol ishlay olamiz. Hop, endi 9-ishimizda 8-ishda chiqqan sonni 111 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. 160 ko'paygan 111. Hop, endi buni ko'paytirsak 111 ko'paygan 160. Demak, 160 ni 110 ga ko'paytirsak 1776 soni kelib chiqar ekan. Hop, demak 9-ishni ham tugatdik. Hozir o'sha ishlarni belgilashda deyarli kamchiligimiz qolmadi deb bilaman. Va buni yaxshilab takrorlab olishingizni tavsiya berardim. Bu ancha yaxshi mavzulardan biri hisoblanadi. Hop, 5-darsimiz tugadi. Salomat bo'ling.